Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, bu King Fire kanali va biz bugungi videoda Free Fire haqidagi topoviy yangiliklarni ko'rib o'tamiz. YouTube kanalimga anchadan beri video qo'ymabman, deyarli bir hafta bo'libdi va siz bu video orqali Jujutsu kollaboratsiyasidan nimalar kelishini, yangi ikki xil kollaboratsiyani, angellar qachon kelishini va Magitskiy kub qachon bepulga berilishini ham bilib olasiz. Mayli ko'p cho'zib o'tirmayman, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz videoni boshladik. Oldingi videolarimda ko'p marotaba aytdimki, keyingi 52-yangilanish 14-yanvarda keladi. Va keling, hozir biz keyingi yangilanishda Free Fire'da qanday o'zgarishlar bo'lishini ko'rib o'tamiz. Bilmasaki, Strip va Peak orasiga mana shunaqa sartaroshxonaga o'xshagan ikki qavatli uy qo'shiladi ekan. Uning ichida ham mana shunaqa resurslar bo'ladi. Anchadan beri kartaga yangi uylar qo'shilmayotgandi. Bu yaxshi meni fikrimcha. Ikkinchi qavat esa krisalar uchun ajoyib joy ekan. Deyarli hammalari endi mana shunaqa zinaga stenga qo'yib olib, oynadan o'tadigan do'stlaring bo'lsa kerak. Keyingi yangilik samolyotdagi o'zgarishlarni ko'rib o'tamiz. Samolyotda deyarli hech narsa o'zgarmagan, prosta rasmlar qo'yib qo'yishibdi. Lekin samolyotni o'zi o'zgaribdi. Mana qulab ketayotgan ko'rinishda bo'lar ekan. Bir vaqtlar shunaqa bo'lgandi. Kimda esda bo'lsa kommentariyaga yozib yuboringlar. Samolyotda ham o'zini skini bo'lsa kerak, endi advanced serverda ko'rinmaydi ko'pincha. Kartada ham mana shunaqa samolyot burilib tushar ekan. Keyingi yangilanish jumper bilan, e'tibor bering, kartada qayerga sakramoqchi bo'lsa, qayergacha sakra olishini ko'rsatib beryapti. Shaxsan men uchun bu juda foydali yangilik. Old o'yinchilar yana xafa bo'ladigan bo'ldi, chunki Peakda endi magazin bo'lmaydi ekan. Boshqa joyga olib tashlansa kerak, lekin Peakdan magazin olib tashlanibdi bu joydan. Balki ba'zilar xursand bo'lgandir, lekin menga uncha yoqmadi. To'g'ri, bu yerdagi magazindan uncha foydalanmasdim. Keyingi yangilik Tusochviy ostrovda. Tusochviy ostrovda shunaqa yangi joy qo'shilibdi. Bu yerdan baliq ovlasa bo'ladi ekan. Ajoyib, vaqt o'tkazish uchun zo'r narsa. Baliq tutganingizdan keyin u baliqda sotsangiz bo'ladi ekan. Bu narsa o'yinga qo'shilgandan keyin bu joylar rosa probka bo'lib ketsa kerak. Va nihoyat biz yangi keladigan personaj Morze haqida gaplashamiz. Bu personaj aktivniy navik va uni naviki ko'rinmas bo'lib qolish. Ko'rinmas bo'lib qolgan payt sizga raqiblarga mana shunaqa ko'rinadi. O'zingiz ko'rinmaslik qobiliyatini ishlatgan paytingizda esa o'zingizga mana shunaqa ko'rinadi, lekin siz ota olmaysiz, xuddi Orion personajiga o'xshab. Endi esa Jujutsu Kaisen kollaboratsiyasi bilan bog'liq yangiliklarga o'tamiz. Agarda sizlar ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Barchangiz bilsalaring kerak, 14-yanvar, ya'ni obnovleniyadan keyin Jujutsu kollaboratsiyasi sirazi boshlanadi va ushbu kollaboratsiyada Peak o'zgaradi ekan. Esinglarda bo'lsa, o'tgan ikkita anime bilan qilingan kollaboratsiyada Rim New Village o'zgargan edi, bu safar Peak o'zgaradi ekan. Peak aynan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi ekan. Peak shaxsan menga yoqdi, chiroyli qilib ishlangan. Menda hozircha faqat aynan mana shunaqa skrinshotlar bor. Jujutsu bilan qilingan kollaboratsiyada Bo rating va KB ratingda mana shunaqa rasmlari o'zgaradi ekan. Shaxsan menga bu narsaning вообще-то ahamiyati yo'q. Jujutsu kollaboratsiyasida keladigan event rasmi aynan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi ekan. Va ushbu kollaboratsiyada aynan mana shu naborni bepulga olishimiz mumkin va qolgan naborlarni jackpotini aylantirish uchun esa 10 tadan bepul kupon beriladi. Keyingi yangiliklarga o'tishdan oldin men o'zimning Telegram kanalim haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Telegram kanalimda video qolishdan oldin yangiliklarni birinchilardan bo'lib tashlab boraman. Ba'zida cheatlar, proxy serverlarni ham tashlab boraman va ko'pincha komnata ham ochib o'ynayapmiz. Kirib obuna bo'lib qo'ysalaring sizlarga ziyon bo'lmaydi. Ba'zi narsalarda aytish yozimdan ko'tarilibdi. Yangilanishdan keyin mashinaga nitro qo'shilibdi, ya'ni mashinani tezlashtirib beradi. Sizda internet yo'qmi? Endi buning muammosi yo'q, chunki kelasi yangilanishdan Free Fire'da offline o'ynash mumkin. Mana shunaqa offline play yoki igrat offline rejimini bosasiz va o'yinga kiradi. O'yinda mana shunaqa qisqacha qilib qo'ygan kartalaringiz chiqib turadi. Xohlaganingizni bosib o'yinga kirishingiz mumkin. Va nihoyat o'yinga kirdi. Men bu o'yinda oldin My Talking Tom o'yinida o'ynardim. O'yinning nomi esimda yo'q. Juda qiziqarli o'yin emas. Endi megabayt bo'lmagan payt eski rasmlarni tomosha qilib o'tirishdan ko'ra yaxshiroq. Umid qilamizki, boshqa yana qiziqarliroq o'yinlar ham bo'ladi deb. Endi esa kelish sanasi yaqin va kelish sanasi ma'lum bo'lgan yangiliklarga o'tamiz. Sezganingizdek video oxirlab qoldi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yavering.
29-dekabr kuni aynan mana shu ekraningizda ko'rib turgan emotsiya keladi. Emotsiya yangi yilga mos va komanda bilan qilinadigan emotsiya, shuning uchun ham ajoyib emotsiya ekan, menga yoqdi. Yanvar oyida Evo Jackpot almashadi va unda hamma kutgan o'sha yangi evolyutsiya ham keladi. Yeslichi olmazlarni yig'ib turaverasizlar, chiroyli evolyutsiya bu. YouTube, Instagramlarda tarqagan yangi mana shunaqa bo'yoq propus keladi degan videolar yolg'on. Men yanvar oyining bo'yoq propuskini o'tgan videoyimda obzor qilib qo'yganman. Kimga qiziq bo'lsa kirib ko'rib olishlari mumkin. Fevral oyining bo'yoq propuski esa aynan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Stenkali bo'yoq propusk bo'ladi bu. Kelasi yangilanishda Free Fire Sneakers bilan kollaboratsiya qilishi kutilmoqda. Bizga ma'lum bo'lgan mayda-chuyda narsalarni ko'rsataman. Sneakers bilan qilingan kollaboratsiyada aynan mana shunaqa nabor kelishi kutilmoqda va ushbu kollaboratsiyada magazinda skini ham almashadi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 30-dekabrda qishki sabitiyani finali bo'lib o'tadi. Unda mototsikl bilan golus beriladi. Aytganday, angellar haqida gaplashish yodimdan chiqay debdi. Angellar Braziliya regionida 1-yanvardan 18-yanvargacha chiqishi kutilmoqda ekan. Bu degani bizda SNG regionida ham tez kunda angellar chiqsa kerak. Magitskiy klubda esa Ramazon oyidagi eventda bepulga berishsa kerak. Aytganday, ushbu eventda karta aynan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va bu siz uchun tayyorlangan eng oxirgi yangilik edi. Agarda siz shu videoni shu paytgacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va kommentariyaga IDingizni yozib qoldiring, chunki keyingi videoda qaysidir ID egasiga qora ko'zni sovg'a qilaman. Agarda shu videodan keyin biz 3000 ta obunachi olsak, men nastroyka furushlarda top sirlarini ochib tashlayman va nastroyka qilish haqida to'liq video yasayman.